Hozirgi amaliyotda bemorimiz bizga murojaat qilgan 2 hafta bo'ldi. O'ng buyragiga tosh tiqilib qolib, asoratlangan holda isitma bilan kelgandi. Shoshilinch holatda buyrak nachalash amaliyoti bajarilgandi. Bugungi kunga kelib turib, kompyuter tomografiya qilinganda o'ng tarafda ham, chap siydik yo'lda ham ikki tomonlama tosh borligi aniqlandi va bemor operatsiyaga, amaliyotga olib bir vaqtimizda ikki tarafdagi, ya'ni o'ng tarafdagi buyrakda naychalangan yo'l orqali kirib, teshik orqali kirib, o'ng tarafdagi tosh olindi va tabiiy siydik yo'llari orqali kirib, chap tarafdagi toshlar xalos etildi. Amaliyot muvaffaqiyatli o'tdi. Xudo xolasa bemorimizga ertaga uyiga javob beramiz. Sizda ham siydik tosh kasalligi bezovta qilayotgan bo'lsa, asoratlangan holatgacha olib kelib qo'ymaslik uchun o'z vaqtida urologga murojaat qiling. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.